Assalomu alaykum. Xayrli Ramazonlar. YouTube ishqibozlari, quyon ishqibozlari. Hozir mana bugun hozir 9-mart dala hovlimizga keldik, fermaga quyonlarimizni obzor qilgan. Turingellarimiz Qo'qonlik, Qo'qon shaharlik Karimjon ukamiz so'rayapti. Mana işte xohlasa 44 kunlik bo'ldi. Chiroyli. Mana quyonimiz sotgan quyonimizdan ukamiz Aguti. Oq-qora quyon sotuvdik, Aguti beribdi bolasini. Bitta urg'ochdan ukamiz berdi. Mana. Xohlasa bu ham urg'ochi quyon qilib olaman degan odamga sotiladi. Yaxshi yaqin bersin. Bu xohlasa 2,5 oylik, 3 oylikka yaqin bo'lib qoldi. 3 oylik qoldi xohlasa. Quyonlar qayroq qilib boqilgan, hamma yoqda yuradi. Sabzi, qattiq non, bug'doy ham beribdi ukamiz. To'rim, hamma narsani xullas nimani bersa yuradigan qilib qo'ydi. Xudo xolasa turingellarimiz 44 kilo. Maşallah. Silab qo'lga o'rgatib tursanglar, yana yaxshi quyonlarni. Stoyka deb qo'yadi, mana stoykalarda turib beradi. Ko'proq qo'lda ushlasa. Yonboshdan olib ko'proq qo'lda ushlash tavsiya qilaman sizlarga. Xohlasa mana mini voplarimiz ham bor. Yapon turingellarimiz bor. Mana maşallah. Uyimiz tor bizni, domda yashaymiz. Lekin quyonga qiziqamiz degan quyon ishqibozlariga. O'ta go'zal karlikovый. Yo'q, siamskiy. Mana yaqindan ko'ring. Mana. Maşallah. Go'zallar. Momo. Odamlar so'rashyapti, domda yashasak cho'miltiramiz shampurlar. Yo'q, buni shampurlab cho'miltirish hojat yo'q. Bular tabiiy, xohlasa pokiza jonivorlar. Quloqlari ham standart, juda go'zal. Urg'ochi. Buning ichidan sotiladigani bormi Fazilbek? Mana. Mana shu yaponini sotamiz, xudo xolasa. Ishqibozga. Urg'ochi. İçinden 2 tasini sotamiz. 3 tasini olib qolamiz, o'zimiz ham xudo xolasa quyon qo'ygan. Shu ikki shu ustiligini, epchilligini qaranglar. Mana. Kelinglar. Mana shu ikkalasi xudo xolasa sotildi. Bemalol ro'zat qilasizlar. Bular katta bo'lmaydi. 1 kilo 200 atrofida bo'ladi. Yaqindan olib bering shu quyon. Buni ancha qo'lga o'rgatib qo'yibsizlar, mog'or chiqib ketishdi. Ancha qo'lga o'rgatib qo'yibsizlar. Ha, turishini. Go'zal. Siamskiyda. Bu rangligidan mana. Mana. Maşallah. Juda go'zal. Buni oldidan ketgisi kelmaydi. Ularni ham olib bering. Bular katta bo'ladi, urg'ochisi. Urg'ochi katta quyon bo'ladi. Agutini bitta yaxshi tomoni, qanaqa quyon qo'ysangiz shunaqa beradi, keyin ko'p tug'adi. Ko'p tug'ib chiroyli bola katta qiladi. 8 ta tuqqan ekan, bittasini ukamiz berdi bizga. Sog' bo'linglar. Aloqadamiz. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Xudo xolasa gaplashib turamiz.